Va agar yasash qo'limdan kelganida edi, 18 yoshimda zo'ridan yasardim. Urmaydigan, so'kmaydigandan yasardim. To'g'ri. Siz qanaqasidan yasardingiz degani? Yasalmasdingiz. Mana shu yerda o'tirgan, umuman bizni tomosha qilib o'tirgan ayollarning ichida 70% yonimdagidaqa qilib yasayman demay. Chalpaklar. Ya, qiyin bo'lgan. Mana hozir hammani mana yuzida tabassum o'sha paytlarda menga yomon qiyin bo'lgan. Juda azob yeganman men. Katta bo'lsam so'rayman dedim shu navoiyliklarga qarab. Nimaga meni so'ramagansizlar? Ichimda alamim qolgan. Shunday xafa bo'lganman men navoiyliklardan. 27 ga kirib qoldim. 27 yoshda men bo'ldi. Bu dunyodan toq o'tib ketaman, meni hech kim olmadi deb shunday xo'rligim kelib yurdi yo. Surxondaryolik yigit sevaman dedi-ku. Shaytonlab qoldimmi? 27 yoshimgacha birov sevaman demagandi-da. Shunday hayajonlanib qoldim. Shoshmay turing dedim. Hali sizga onam berami, yo'qmi bir so'ray dedim. Shartta qulog'imga telefonni oldim. Ana yigit qochib ketmasin deb baytib oyog'ini bosib turdim. Ala ona, Surxondaryolik yigit olaman deyapti, nima qilay dedim. Bechara u hal olaman ham degani yo'q edi. Ishonasizlarmi, yo'qmi? Onamni o'ziga chiqqanday xursand bo'lib ketdilik. Bolam, bolajonim teg dedi. O'tirib qolishing ham gap, yotib qolgansan dedi. Ana Surxondaryolikka shunday jovushdim. Yoqqa ham qocholmadi, bu yoqqa ham qocholmadi. Olsang ham olasan, olmasang ham olmaysan dedi. Men xursand bo'ldim. Surxondaryo alpomishlar jirdi. Alpomishni o'zidan topdim dedim. Xursandman, og'zim qulog'imda. Yo Allohga shukr oldi. Otamning oq fotihasini olib, oq liboslarda yor sadolari ostida ketdim Surxondaryoga. Ay, xursandman. Erli bo'ldim deb. Yuzim yoriq. Zato yuzim yoriq edi. Uydagilar bilan ham chala-chala xayrlashdim to'y kuni. Xayr dedim. Dada o'zi shukrlar kutib yuruvdingiz-ki, mayli men ketdim dedim. Uchib, qo'nib, erdi mashinasiga o'tiribman. Xuddi meni erdi uyida pishirib, qovurib qo'yganday zo'r bir tabassum bilan kutib oladi deb o'ylabman-da, men qaydan bilay. 5 soat yurdik ham Surxondaryoga yetib borolmaymiz. 10 soat yurdik ham yetib borolmaymiz dedim. Boyagi xursandchilikdan basharamda asaram qolmadi. O'yladimki, endi chegaradan o'tkazib meni sotib yuboradi deb.